Mana shu joyimizni oldingi safar qo'yganimizda rosa talash bo'ldi. Rezultat ham vobshe zo'r bo'lgan. Telefonlar ham tinmagan edi. Joy egalari xudo xolasa kelisha olmadi. Yopishgan odamlar rosa keldi. Endi o'sha bermagan narxligiga bizni ko'ndirib qo'ydi. 2,5 sotuv 5 ta xona, 4 ta sanuzel, podvallari ham bor. Vobshe zo'r, birinchi liniya, startoviy 140 ming dollar bo'tdi, yana kelishadigan joy bor. Ma'lumot o'rnida aytaman, Hasanboy postidan taxminan 400 metr atrofida kirib kelasizlar. Ko'ryapsizlar, mana bu yoni ham hammasi birinchi liniya bo'lib yotibdi. Qatnov ham vobshe zo'r investitsiya. 140 ming dollar topsa bo'ladigan summa, xolasanglar kelib yashash imkoniyatingiz ham bor. 5 ta xona, 4 ta sanuzeli ham bor. Umumiy kvadrati 500 kvadrat bo'tdi, 2,5 sotuv, starti 140 ming dollar bo'tdi. Mana shunaqa zo'r rezultat xolasanglar, mana shu nomerga telefon qilinglar, sotiladigan joylarni cho'tki qilib video obzor qilib hamma oladigan odamlarga xudo xolasa ko'rsatamiz. Endi qaranglar, ma'lumotni beraman. Elektromobillarni zaryadka qilish uchun mana bu yoqda arenda, bu ham arenda beradi, magazin ham arenda beradi. Endi qaranglar, bu yerda kafe o'zi qilib yurg'izishgan ekan, sotilishini eshitib, bu yerda chiqib ketishdi. Xudo xolasa sotib olsanglar, o'zingizlar ham qo'yasizlar. Mana bu yoqni bitta ko'ring. Bo'ldi. Bu yerda kattagina o'zini o'tirib ovqatlanadigan joyi bor. Bu yoq tomoni oshxona bo'ladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi oshxonani. Endi qaranglar, bu yoq tomonda podvali bor. 142 kvadrat podvali bor. Mana shu yerda podval svet yo'q. O'shaning ko'rsata olmaysiz. Bu yerda xolasanglar kichkina klinika qilib qo'ysanglar bo'ladi. Tepada 5 ta xona, 4 ta sanuzel bo'lyapti. Videoni tagiga nomer qo'yib qo'yamiz.